Mercedes fanatlari shu o'tamisizlar. Mana orqadagi mashinani kim tanibyapti? Mercedes W201 kuzov O'zbekistonda birinchi marta rasmiy musobaqaga O'zbekistonning drift tarixida birinchi chiqqan Mercedes mana shu mashina bo'ladi. 5 litrli motor qo'yilgan, zavoddan 306 ot kuchi bo'ladi. Driftga tayinlangan, lekin hali oxirgacha yig'ilmagan. Chunki musobaqaga kam vaqt qoluvdi, ulgurishmadi yig'ishga. Islom aka keling. Tanishtiraman. Men odamni tanib qo'yinglar. Islom aka O'zbekiston tarixida Mercedesga chiqqan Mercedes fanati birinchi pilot bo'ladilar. Lekin drift bilan endi boshladilar shug'ullanishni, hali unaqa professional emas. Qancha bo'ldi? Qachon o'zi drift qilishni boshladingiz? 1 oy bo'lmadi. 1 oy bo'lmadi, ha? Bo'ldi. Tak mashinani aytib berdim obzorini. Bu ham yangi pilotlar. Xudo xolasa opitlar ancha oshadi. O'shaning uchun drift qilayotganlarga 1 oy bo'lgan bo'lsa, ko'p narsani kutib, bir har xil bachkana narsalarni yozib tashamanglar. Faqat omad tilab qolamiz. Ikkinchi etap xudo xolasa aprelda bo'ladi. 10-aprelda Samarqandda Ibrohim yaqinroq kelavergan, ishlarini ham ko'rsatib boramiz. Aytdim, W201 kuzov Mercedes driftga tayinlangan, sportivniy rul, kovshlar qo'yilgan, gidrorushnik, korotkоходный kolesa, bu narsalar qo'yilgan, hadovoylar ham qo'yilgan, bagajni ham ko'rsatib boringlar. Bu yerda mana bunaqa bagajni tez ochilishi kerak bo'ladi. Drift o'zining qonun qoidalari bor, standartlari bor. Sportivniy bak ham qo'yilgan, hadovoylar lekin hali oxirigacha nastroyka qilinmagan. Islom akamni Toshkentda Mercedes bo'yicha eng zo'r servislardan bittasi deb aniq ayta olaman. Drift to'g'risida Islom akani atmetka qilib qo'yaman. Drift to'g'risida ko'proq ma'lumotlar qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aprelda xudo xolasa Samarqandda ko'rishamiz.